Hükümetle omansayam Surxondaryoda Marlon shahri Aygir do'konimizga bug'doy va donlar un va kepak holida keltirib beradigan drabilkalarimiz yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Undan kanalimizga bitta like, podpiska, ya'ni obuna tugmasini bosib, kommentariy yozib omad so'zlayapsizlaring. Bundan keyin keladigan bo'lsalaring 200 ming so'm, 300 ming so'm skidka mo'slar qilib beramiz. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Mana boshlaydi kelib birinchi o'rinda 5 kilovatli motor va 3 kilovatli motor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Alyumin motor bo'ladi aka bular. Misli motordan yaqinda yetib keladi aka, bir ish shunda. Buni ichini tanishtirib o'tamiz hozir. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan donlar solinadi. Don va makkalar solinadi aka, bug'doy. Ichida mana setkalari bo'ladi va cho'tkalari bo'ladi. Mana shu setkadan o'tkincha maydalaydi aka. Ya'ni bu un holatiga keltirib beradi. Uni holatiga keltirilgan bu tomondan tushadi va kepak tomoni mana bu tomondan kepak bo'lib tushadi akalar, mana bu yerda. Kepak holatida tushadi akalar. Narxi qancha ukam deydiganlar uchun narxi 5 ming so'm O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalar bepul holatda akalar. Telefon nomerlar 851 68 84. Agarlar keyin buni arzon variantlar bo'ladi. 5 million bu setkalar yubka bo'ladi, cho'tkalari va yubka bo'ladi akalar. Keyin motorlar kichkina motordan bo'ladi akalar. 2 kilovat 1.8 kilovat alyumin motordan bo'ladi. Bu ham alyumin, lekin 3 kilovatli, bu qalinroq bo'lgan va kattaroq bo'lgan motordan joylashgan akalar bu. Kondensatorlarni ko'rishingiz, kondensatorlar mana shu 350 lik katta kondensatordan joylashgan bo'ladi. Remellari bittalik akalar. Mana shuni ichini bug'doy va yoki donlarga to'ldirib qo'ysalaring, maydalab kepak holatini bu tomondan, un holatini bu tomondan tushirib beradi. 2025-yil narsasi, astavka narsa emas akalar. Narxi o'sha 5 million 800 dastavkalar bepul akalar. Aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri, Aygir do'koni, ya'ni Marg'ilon sentrida joylashgan akalar. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar. Rahmat.